Assalomu alaykum. Mana bemorimiz 7 oy bo'ldi operatsiya bo'lganiga. 90 kilo bilan operatsiyaga kiruvdi. Hozir xudo xolasa 55 kilo. U yoshlari 32 da, 7 oy davomida mana bemorda bizni ahvolimiz qanaqa? Va yaxshi, hamdamga ahvolim o'zgarish unaqa bo'lmadi, sezilarli. 7 oyda 35 kilo ozdim. 35 kilo. 35 kilo ozdim. Operatsiyadan keyin noqulay holatlar bo'lmadi. Qayt qilish, holsizlik, bunaqa holatlar ham bo'lmadi. O'sha vaqtida vitamin terapiya qilib turdim. Sochlarim unaqa to'kilish bo'lmadi. Hozirgi ahvolim yaxshi. Hozir yaxshi. O'zim o'ylagan vesga keldim. Shu xursandman, anaqa bo'lmadi, muammolar bo'lmadi. Ovqat yeyish qanaqa hozir? Ovqat yeyish yaxshi. Ovqat yeyish yaxshi. Kam, tez yeb turibsiz, suv ko'p ichyapsiz. Ichaman ham suv. Xudo xolasa bemorimiz farzand ko'rishga tayyorlanyapti. 1 yil o'tsa, xudo xolasa keyin farzandga tayyorlanadi. To'g'rimi? Shunaqa. Sizga rahmat, xudo xolasa. Sizga ham rahmat. Ishlaringizga omad tilayman. Uzoq umr ko'ring. Rahmat katta.